yursang shab betingga jopchiydi. Biz unaqa emas edik. Biz kattalar ish buyursa yo'q demas edik. Biz betga jopchi emas edik. Endi qarangda, o'sha sizlar davringlardagi oqsoqollar cho'ntagiga qand solib yurardi. Novvotmidi, domdon qatmidi, qurtopmidi, eslanglarda. Yugurib oldiga borsa, ha shu qandni cho'ntagidan chiqarib berar edi. O'sha opa-dadalar. O'sha opa-dadalar bu yosh bolada qalbida hurmatli bo'lgan edi. Rahm shafqat ko'rsatgani uchun ularni hurmat qilardi yoshlar. O'shuning uchun bir og'iz gap gapirsa, ikki qilishmas edi. Endi hozir nimaga biz gapimizni olmayapti? Nimaga bizdan haybatlanmayapti desa, biz nima berdik ularga? Kattalarni ko'rganda bir faqat yomon gapni yoki bir qo'pollikni eshitadi. Nimaga hurmat qilsin sizni? Sizdan nima ko'rdi u? Demak, yoshlarda agar